Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kadirlik tedbir neşriyatının, tedbir şirketinin ki okurmaları hemen ki muşu vakti ve bunun ki vakti hayırlı olsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak'tan İstanbul'un Bayrampaşa'daki tedbir şirketimizden sizlerge Allah'ın ki güzel salam boğan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyen salam bilen bugünkü tedbir yaysın dersleri ikinci kısmında başlamalımız. Bunu da biz galiplarının karakteri ve savakları diyen Erken Sıdık akımızın ki bunu 5. kısım kitabı var. Tedbirin neşriyatı tarafından neşr kılıngan. Bu kitaptan psikolojik uruş doğruluk sözleyimiz kadirli qarindaşlar. Ötken saatte biz psikolojik uruşun ki doğruluk sözlep psikolojik uruş hakkında umumu bayanını, umumu düşüncini sözlep öttük. Bugün onunki devamı boğan tarihteki ve hazırki psikolojik uruşun misalları diyenle 214. betten 235. betkiçe sözleyimiz. Biraz tezrah ketişimiz mümkün. Çünkü başka derslerimiz bu var. Şolaşka koluğunla mende dikkatinle ekranda bulsun. Tarihteki ve hazırki psikolojik uruşlarının misalları. Erkenken bu makaleni 2015 yılı 3. ayının 6. günü yazıptıken. Psikolojik uruş köngül uruşundan ibaret bulup, onun da işletildiğin asaslı kural, körünüş yaki menzer bilen avazdan ibaret iki nersi buludu. Psikolojik uruşunu karşı taraf bilen yüz durağını uçuruşuş, televizorga okşaş avaz ve körünüş vasıtasını kullanış, radyo ve çoğun avazlı kanaylarga okşaş avaz medyasını işletiş, hem de teşvikat kağızi, gezit, kitap, jurnal ve çoğun tahtaylı xat uçurlarından paylanış arkalık elip bargılı buludu. Bu uruştaki kural, uçuruna kandak tarqıtış emas, belki tarqatkan nerslegi yuşurungan uçurlar ve o uçurlarının karıştırıp kandak tesir körsütüşün ibaret buludu. Dünyada uzun yıllardan bu yan saklanıp kelivatkan kalem kılıçtan ötkür deydiğen bir söz var. Ondak buluştaki sebep, eğer sözlerini muvaffak işledikensiz, o başkalarını hareketi keltirdiğen kozgatqıç güç bulalaydı. Tüvendeki dağınlık nakilleri karab bakın. Bana ya erkinlik ber ya ölüm. Vatanga taqdim qildigan jinimdan faqat birsila barliqiga o'kinaman. Vatanim manga nima ish qilib beralaydi deb so'rama. Men vatanimga nima ish qilib beralayman deb so'ra. Psikologik urushni o'limga erishtirishdagi eng muhim ish elib bormoqchi bo'lgan tashviqotni nihoyatda yaxshi planlash. Siz dushmaningizning hamma ishlarini bilishingiz kerak. Hamda dushmaningizning aqidasi yoki yetakchi ideyasini buzib tashlashingiz kerak. Men oldingi maqolada Amerikaning hozirgi psixologik mashg'ulotlarining mundaq 3 cho'ng turga bo'linganligini tilga oldim. Men taktikalik psixologik mashg'ulotlar, strategik psixologik mashg'ulotlar ve mustahkamlash psixologik mashg'ulotlari. Mayli qaysi xildagi psixologik mashg'ulot yoki urush bo'lsin, ularning hammasi tuvandagidek unumlarga erishishni o'zining tüp maqsadi qiladi. Birinchi, dushmanning jangovarligi va urush qilish qobiliyatini tuvallatish. İkinci, düşmanning harbiy qo'shinlari ichida keng ko'lamli ixtilof paydo qilish hamda dushman askarlari va dushmanning o'ziga moyil kadrlarining osiylik qilib, o'zi tarafga o'tishini ilgari surish. Üçüncü, o'zining va ittifoqdosh ellar qo'shinlarining yushurun va nayranvozlik ish faoliyatlariga yordam qilish. To'rtinchi, o'z qo'shini, ittifoqdosh ellar qo'shinlari ve düşmanning ishidagi o'ziga yordamlashayotgan guruhlar o'rtasidagi hamkorlik va ittifoqlikni ilgari surish va ularning jangovarlik ruhini o'stirish.
Hozirgacha bo'lgan tarixning hammasida ma'lum bir shakldagi psixologik urush jangda g'alaba qozonishda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir narsa ekanligini isbotlab keldi. Onun muhimlik darajasi janglarda ishq silingan odam kuchi va qurol kuchiniki bilan o'xshash o'rinda turib keldi. Psixologik urushning so'z bilan qoida qilish iqtidori o'zi chiqim tortmay turib harbiy kuchning unumini hassalab oshirish rolini o'ynab keldi. Ammo psixologik urush burun ancha sistemlashmagan bo'lib, u faqat 2-Dünya urushidan keyinla bir unumlik harbiy qurol sistemasi shakliga kirdi. Men oldingi maqolamda psixologik urush haqida umumiy tushuncha berdim. Mazkur maqolada tarixda elib berilgan va hozirda elib berilayotgan psixologik urushlarning bir qancha misollarini qisqacha bayon qilib o'taman. Bu urushlarning hammasi yuqorida tizilgan 4 unumga erishishni o'zining tüp maqsadi qilgan. Birinchi Sunzi. Sunzi tarixdagi eng ulug' harbiy taktikchi deb qaraladi. Mening tushunishimcha Sunziga oid narsalarning ichida faqat Sunzi harbiy ishlar dasturi, Sunzi Bingfa degan bir kitobning mavjudligi munozara talab qilmaydigan bo'lib, tarixda Sunzi ismli bir odam haqiqatan yashaganmi yo'q, agar yashagan bo'lsa u qachon tug'ilib, qachon o'lgan degan masalada tarixshunoslar orasida birlik kelgan ko'z qarash texnicha mavjud emas. Ya'ni tuvandagi 3-manbaga asoslanganda Sunzi harbiy ishlar dasturi degan kitobni bir odam emas, bir guruh odam Sunzining nomida yozganlik yoki uni Sunzining bir o'quvchisi yozganlik ehtimoli bor ekan. Shundaqla agar Sunzi haqiqatan yashab baqqan bo'lsa, odam bo'lsa, o taxminan milodidan burungi 500-yillar yashagan bo'lishi mumkin ekan. Birinchi rasm ba'zi kishilarning farizdagi Sunzining sizilgan rasmining har xillari bor bo'lib, men bu yerga shularning birisini qistirib qo'ydim. Bu Sunzininki rasm ekan. Sunzi harbiy ishlar dasturi degan kitobda mundaq deb yozilgan. Düşmanning barliq askarlarini asirga elish, ularni vayron qilib etgandan yaxshi. Bir harbiy polkni butun qo'lga tushirish, uni yo'qotgandan yaxshi. 100 urushda 100 g'alabani qo'lga keltirish yuqori mahorat emas. Düşman bilan urush qilmay turib, uni bo'ysundirish hammadan afzal. Shunlashqa urushdagi hammadan muhim narsa düşmanning strategiyasiga hujum qilishdan iborat. Onundan keyin turadigan muhim ish diplomatiya vositasidan foydalanib, ko'plagan düşman kuchlarining birlashib-bilishiga to'sqinlik qilish. Onundan keyin turadigan muhim ish düşman armiyasiga hujum qilish. Hammadan nachar taktika shaharga hujum qilish. Ikkinchi İmparator Alexander, İskender Zulqarnayn, Alexander the Great. Psixologiya urushi ideyasini eng dastlabida ishlatgan kishilarning yana biri milodidan burungi 356-yildan 323-yilgacha Makedoniya deb yashagan imperator Alexanderdir. Alexander hukmronlik qilayotgan mezgilda dunyodagi ziminlarning nihoyat ko'p qismini o'ziga bo'ysundirdi. O her bir ziminni besib olgandan keyin o yerga o'zining bir qism askarlarini qoldirib, shu ziminni idora qilishga qo'ydi. Bunda qilishni bir mezgil davomlashtirgandan keyin Alexanderning askarlari hamma yerga shalong tarqalib ketdi. Alexander shu chaqda askarlarining shalongshib ketganligidan bir kuchli dushmanga yengilib qilish xavfi tug'ilganligini his qildi. Uning uchun askarlarning hammasi yondirib kelib, ularni qaytadan tashkillashdan boshqa yo'l qolmadi. Ammo unda qilganda uning dushmanlari Alexanderning askarlarini orqasidan qo'g'lab, ularni tutib olib, gumron qilib etdi. Mayadagi resim qana bu resim İmparator Alexanderning resmi ekan. Alexander ko'nglida agar dushmanlarga hayva qilib, ularni qo'rqitsa, ular o'z askarlarini qo'g'day olmaydiganligini pamladi.
Şunun bilen özünün qurallara qasaydigan qo'shinlarga buyruq qilib, bo'yining egizligi 2 metrdan 2,5 metrgacha keladigan giganit odamlarga mos keladigan urush qalpoqlari bilan askarlar chopanining ustiga kishib oladigan daldalg'uchlarni yasatdi. Hamda Aleksandr askarlarini boshlab kechisi chekinganda ular haliqi yo'g'on qalpoq va temir kiyimlarni yo'lga tashlab mangdi. Aleksandrning orqasini qo'g'lab kelgan dushmanlar haliqi kiyimlarni ko'rgandan keyin o'zlari qo'g'lab manganlar giganit odamlar ekan. Ularni yengish mumkin emas deb o'yladi. Yo'lovchilardan Aleksandr qo'shinlarining vahshiyligini angladi. Shuning bilan Aleksandrning dushmanlari uningdan qo'rqib, onun arkasını qo'g'lashdan voz kechdi. 3. Moğollarning daisi Chingizxon. Chingizxon vahshiylarcha urush qiladigan otliq askarlar bilan Rossiya va Yevropaga hujum qilib berish bilan dunyoga danglik. O yetakligan qo'shin haqiqatdanmi barg'anli yerida yovuz odamlardek urush qilib ustunlikni egillagan bo'lib, buningga psixologik urushmi yordam qildi. Yani Chingizxon nayran ishlatish, harbiy ish faoliyatlarini maxfiy tutish hamda dushmanning qaror olish jarayonini nishonla qoldi vayron qilish taktikalarini qo'llandi. O hujum qilmoqchi bo'lgan joylarga oldin ola bir qism ta'sir ko'rsatkichi vakillarni avatib, u vakillarni besim olmoqchi bo'lgan joylardagi xalqlar bilan yuz turani uchrashtirib, ularga Mo'ng'ul qo'shinlarining naqadar vahshiy ekanligini va ularning sonining ne kadar köp ekanligini bildirdi. Chingizxon yana dushmanni aldash vositalarini qo'llandi. Yana o askarlarini nihoyatda tez sur'atda bir joydan yana bir joyga yo'tkab, dushmanlariga o'z askarlarining sonini haqiqiy sondan jiq ko'ptak qilib namoyon qildi. Onun at ustidagi o'qiyachilar deb atiladigan alohida qo'shindan tarkib topgan bir aloqa to'g'ri bor bo'lib, shu orqali u qo'l ustidagi qo'mondonlari bilan nihoyatda tez suratda aloqa qilishib turdi. Hamda dushmanlarning xabarchilarini nuqtali holda yo'qotib, dushman qo'mondonlarini o'zaro aloqa qila olmas qilib qo'ydi. Bu ishlarning hammasi dushman qo'shinlarining psixologiyasida bir xil ojizlikni paydo qilib, Moğollar nega borsa, shu yerdagi yerliklar ulardan qo'rqadigan bir xil ahvolni vujudga keltirdi. Ma resimdagi Chingizxonningki resmi shu ekan. Chingizxonning har xil rasmlari bor bo'lib, men bu yerga uning birisini qistirib qo'ydim debdi. Hatto buning shunisi bor, qadrli qarindoshlar. Men hatta Kökböre degan Yaponiyaning bu romanini o'qigan, u shu Chingizxon to'g'riroq yozilgan roman. 4. Adolf Hitler. Psixologik urush 2. Dünya urushi jarayonida nihoyat ko'p elib berildi. Onun paydasını en ko'p ko'rganlarning biri Hitlerdir. O Germaniyaning an'anaviy solchil va o'ngchil partiyalarining qo'llovchilarining shu partiyalarga bo'lgan noroziligidan unumli holda foydalandi. Yani o shu partiyalarning Versal kelishimi orqali Germaniyaga tengilgan shartlar keltirib chiqargan masalalarni hal qila olmaganligini bahona qilib, o partiyalarni qattiq tushirdi. Versal kelishimi Germaniya bilan Birleşmiş Qo'shinlar o'rtasida imzolangan kelishim bo'lib, o 1. Dünya urushini oxirlashtirgan. O Milliy Sotsialistlar partiyasi konservativ millatchilar bilan xalqaro sotsialistlarni ve hallık sınıflar bilen işçiler sınıfını ittifaqlashtirib, ularning vatan uchun xizmatga salg'il bo'lganligini o'tirib qo'ydi. O milliy iftixorlik bilan milliy ittifoqlikni kuchining boricha ta'kidlab, Germaniyaning hamma masalalarining kelib chiqish sabablarini chet ellarga döngüdü. Onun notiqlik texnikalari bilan tashviqotdan unumli foydalanish iqtidori bütün German xalqini bir xil gipnozlik tariqida o'ziga qaratdi. Hitler bir diktator bo'lib, bütün hukukni qo'lga tushirib olgandan keyin tashviqot vositalaridan bütün Germaniyani ittifoqlashtirish va o'zining dushmanlarini qo'rqitish uchun davomli turda unumli foydalandi. Bu 4. resim Hitlerning nutuqsizlangan vaqtidagi ko'rinishi debdi. Hitlerni tunimaydiganlar bo'lmasa kerak, qadrli qarindoshlar. 5. 2. Dünya urushi mezgildagi Angliya.
Psixologik urushdan eng yaxshi va eng ijodkorlik bilan foydalangan misollarning biri Ikkinchi Dunyo urushi mezgilidagi Angliyada yuz berdi. Germaniya Angliyaga tajovuz qilishga tayyor bo'lgan bir vaqtda, ya'ni 1940-yili 5-oydan 9-oygacha Angliya anglitish shirkati BBC radio orqali tajovuz qilib kelish oldidagi germanlarga bir muqim vaqt jadvali bo'yicha ingliz tilidan leksiya anglatdi. Bu leksiya german tilida tarqitilgan bo'lib, onun til seviyesi Germaniyadagi radiolarning til seviyesi bilan o'xshash darajada yuqori bo'ldi. Angliya radiosuning so'zlaguvchisi bu leksiyani mundaq deb boshladi. Bizni ziyorat qilishdan burun bir oz ingliz tili o'rganib qo'ysangiz, sizga ko'p foydasi bor. Sizga o'tiladigan birinchi dars uchun biz Angliya dengiz bo'g'izini o'tish degan temani tanladik. Endi menga ergishib so'zlang. Kema cho'kib ketyapti. Suv bak sovuq ekan. Endi men sizga yana bir nihoyat asqatadigan so'zni o'rgatib qo'yay. Endi menga ergishib so'zlang. Men o'tda kuyib ketyapman. Sen o'tda kuyuvatsan. Av askar o'tda kuyuvatdi. Biz kuyuvatimiz, sen kuyuvatsan, ular kuyuvatdi. Bu so'zlar haqiqatan bu nihoyat qo'pol. Ammo ular nihoyat yaxshi unum berdi. Angliya doiralari uningdan burun o'zlarining bir xil alayda qurilmalarni yasab chiqqanligi, shu qurilmalarni ishga solib, Germanlar Angliya dengiz bo'g'ozi va dengiz qirg'oqlariga tajovuz qilib kelganda, butun yerga o't qo'yib o'tadiganligi haqida nurg'un so'z-cho'chaklarni tarqitib bo'lgan edi. Yuqoridagi radio leksiyasi shu xil ahvolni texnik jazmlashtirib, nihoyat yaxshi unum berdi. Bu so'z-cho'chaklar yolg'on bo'lsa-mu, o nihoyat puxta planlangan hamda intayin ustulik bilan tarqitilgan bo'lib, nurg'un germanlar shu so'z-cho'chaklarga bugungacha ishonib kelyapti. Ikkinchi Dunyo urushining keyingi ba'zi hujjatlarda bayqilishicha, Germaniyaning oliy darajali qo'mondonlik markazi Angliya dengiz bo'g'oziga o't qo'yib o'tish haqida bir haqiqiy planni tuzib chiqqanligiga ishongan. Maxfiy tutilgan va qarshi tarafni aldaydigan ish faoliyatlar nihoyat murakkab va tushuniksiz bo'ladi. O nurg'un talant egalarini, texnikalarni va har xil boylik manbalarini talab qiladi. Ikkinchi Dunyo urushida bo'lib o'tgan tuvandagi voqea va yaqinqi zamonda yuz bergan eng cho'ng va eng dag'dug'liq maxfiy va aldamchilik voqeasi bo'lib hisoblanadi. Bu voqeada Germanga qarshi urush qilayotgan Birlashma armiyaning qo'mondonlik markazi Angliyadan Fransiyadagi Calais rayoniga hujum qilib, German armiyasini shu yerda bitchit qilganligi haqida so'z-cho'chak tarqatib, Gitlerni bunga ishondirdi. Ammo Birlashma armiya qo'shinlari Calais'dan 150 kilometr yiroqlikdagi Normandiya dengiz yoqasiga hujum qilib, u yerdagi German armiyasini mag'lub qildi. Gitler davomli turda Birlashma armiyaning Normandiyaga hujum qilishi, ularning Calais'ga hujum qilishining oldingi bosqichi deb o'ylab, u yerdagi 15-Panzer armiyasi deb atiladigan eng kuchli qo'shinini Normandiyaga yo'tkimay Calais'da 7 hafta quruq saqlaydi. 5-resim Ikkinchi Dunyo urushida Birlashma armiya Germanlarga Calais'ga hujum qilamiz deb so'z-cho'chak tarqitib qo'yib, Normandiyaga hujum qilib, u yerdagi German armiyasini butunlay bitchit qiladi debdi. Qadrli qarindoshlar, ustidagi resim shu ekan. 6. Psixologik urushning 4-maqsadini ishga oshirishga oid bir misol. Ya'ni bu urushning ittifoqdosh guruhlar orasidagi hamkorlik, ittifoqlik va jangovarlikni ilgari surish uchun foydalanishga oid bir misol. Bu resim Stalinninki resim ekan. Qadrli qarindoshlar, Ikkinchi Dunyo urushida Sovet ittifoqining hayot qilishi, Stalinning Rossiya xalqining vatanparvarlik hissiyotini qo'zg'ishi va ularning vatanparvarlik ro'yiga tayinish orqali amalga oshirildi. Sovet ittifoqida 1918-yili Kommunist partiya taxtga chiqqandan boshlab toki 1941-yilga kelguncha butun xalqning kallasi ideologiyalik
abstrakit ufqumlar ve komünistik quruq ideyalar bilan liq to'lgan edi. Stalin mushundaq bir ro'yi holat ichida turayotgan xalqqa tayinib, Gitlerning armiyasiga taqobil turqili bo'lmaydiganligini bayqidi. Shuning bilan u partiyaning siyosatini hozirgacha bo'lgan tarixda ko'rilib boqmagan darajada butunlay o'zgartdi. U o'z davlatini kommunistik Rossiya deb atashning o'rniga Ulug' Rossiya yoki Ana Rossiya deganni sistemalik holda dassetdi. Shu orqali Rossiyaning qadimki yodikorligi va uning simvolini Rossiya xalqiga qaytadan eslatdi. Stalinning tashviqotchilari Rossiyada qadimdan tartib cho'nqur yildiz tortgan armiya bilan cherkovlardan iborat ikki xil o'rinlarga tarixda ko'rilib boqmagan darajada yangidan tarbiya elib bordi. Rossiya armiyasining tarixdagi g'alabalarini kuchining yetishicha maqtadi. Cherkovlarning daraja tuzumi va kishilarni sinfga ayirish ishlarini 1918-yildagi inqilobdan burungi holatga qaytarib opadi. Shu chaqda Sovet ittifoqidagi eng cho'ng hokimiyat gazeti bo'lgan Pravda butun dunyodagi ishchilar sinfi birlashinglar degan marksizmlik shuarini tashlab, uning o'rniga German jasuslarga o'lim degan vatanparvarlikni dassetdi. Shuningdek keyingi kurash ulug' vatanparvarlik urushiga o'zgargan bo'lib, u Sovet tarixida hozirmi shundoq deb ataladi. Demak, 20-asrdagi eng jahil diktatorlarning biri bo'lgan Stalin o'zining harbiy qo'shinga tayinib, German armiyasiga taqobil turolmaydiganligini to'nib yetgan. Uning psixologik urush vositasidan foydalanib, o'zining an'anaviy harbiy kuchlarini zo'r darajada kengaytganligi, o'zining kommunistik tuzumini shuncha uzun yil saqlab qola olishida asosiy rol o'ynagan. 7-Koreya urushi bu g'oliblarning xarakteri ve sabaqlari degan kitobdan tadbiriyay sin darslari 2-darsda psixologik urushningki misollarini so'zlayotimiz, qadrli qarindoshlar. Koreya urushi. Amerika hükümeti 2. Dünya urushida radio ushulari ve tashviqot varaqlarining naqadar unumli bo'lganligini cho'nqur tushunib yetdi. Shunlashqa 1950-yil 6-oyda Shimoliy Koreya armiyasi Janubiy Koreyaga hujum boshlashi bilan Amerikaning bir alayda qismi Janubiy Koreyada mashina ve aeroplanning ustiga o'rnatilgan cho'ng kanallar bilan radio xabarlarini tarqatishni, shundaqla aeroplanlardan tashviqot varaqlarini tashlashni boshlavatdi. Tashviqot varaqlariga asirga tushgan baxtli askarlar, taslim bo'lsangiz yaxshi muomala qilinasiz, biz sizlarni bitchit qilib bitalaymiz degan mazmunlarni markaz qildi. Hamda ular uyini, ailesini ve ayollarni eslatadigan so'z iboralar bilan to'ldi. Psixologik urushning mushundaq unumli elib berilish natijasida Koreya urushi 1952-yili oxirlashdi. Ma resimdagi shu Koreya Amerika askarlari tikuchar aeroplan bilan tashviqot varaqlarini taqdim resimken, qadrli qarindoshlar. Amerika Vietnam urushini yuqorqi o'xshash psixologik urush taktikalarini ishlatdi. Amerika burunqi taktikasiga qo'shgan bir yangi psixologik urush chorasi Vietnamning strategik harbiy bazasi ve Vietnam armiyasi bilan munosabatli strategik nishonlarini nihoyat ko'p B-52 tiplik bombardimonchi aeroplanlar bilan bombardimon qilish bo'ldi. Yani bu bombardimonning bir maqsadi Vietnam harbiy kuchini ojizlashtirish bo'lgan bo'lsa, yana bir maqsadi onun kumandanlarını söhbət üstüliği kelishga qistab, shu orqali urushni balduroq oxirlashtirish bo'ldi. Ammo sirtning Vietnamga bergan yordamlari ve Amerikaning bir qism ichki sabablari tufaylidan bu usul Vietnamda unum bermay, Amerikaning Vietnamdagi urushi toki Vietnamning urush maydonidagi harbiy kuchi butunlay qatmal holatga tushib qolguncha jam'i 8 yil davom qildi. 8. misal birinci qatimliq, yani 1991 yildagi Iroq urushi.
Amerika ve onun ittifaqdoşları 1991 yılı Irak'ta elip bağlan uruşda psikologik uruş bir bütünlüğe yeni tüs aldı. Yani bu qatım Amerika radyo ve televizyon uçurları, teşviqat varaqları ve çoğun avazlı kanay qatarlıq her xil taratqu vasıtlarının hemmisinden faydalandı. Arap qarindaşlıq təşkilatları, Birleşme Qoşun Hava Armiyası gücü ve nihayet yalğız qalğan Irak askerlerinin içindeki görünüşlerini keng türlü teşvik qilib, nihayet köp sandaki Irak askerlerinin taşlap geçip ketişini qo'lga keltirdi. Psikologik urushga mas'ul qismlar ba'zida ayrim Irak qo'shinini nishonlab, ular turishliq joylarga aeroplan bilan tashviqot varaqlari taqitib, ularga agar darhol taslim bo'lmasa, ular 24 soat ichida bombardimon qilinib, vayron qilinganligini uqtirdi. 7 hafta ichida Amerika Iroqqa 100 xildek bir-biriga o'xshamaydigan tashviqot varaqlaridan jam'i 29 million parchasini aeroplan bilan tashladi. Bu təşviqat varaqları Irak'ın aynı vaqtdaki 300 min askerinin 98%'nin qoluğa tegdi. Amerika Saudiya Arabistan'daki 3 joyda quvvati nihoyat kuchli bo'lgan radio stansiyasini qurib, Irak'a qaratib radio programmasi tarqatdi. Shundaqla 2 aeroplanning ustidimi yo'tkilib yurib, radio programmasini anglatdi. Men shu qatim Irak'da urush bo'layotgan vaqtda Amerika televizorlarida bir qancha qatim top Irak askerleri razvedka qilib yurgan Amerika tikushlar aeroplanlarga taslim bo'lib, ikki qo'lini egiz ko'targan holda mukinib olgan o'nko'rlaridan chiqayotgan ko'rinishlarni ko'rdim. Irak urushidagi psikologik urushda Amerika inson ish hareketining ongsiz dinamikasi ve inson ish hareketini keltirib chiqaradigan harakatlantiruvchi kuch qatorliq fanniy bilimlardan to'liq xabari bor, o'xshamagan madaniyatlarning qimmati va odatini puxta biladigan ve psixologiya sohasida uzun muddat kasal davolagan tajribali mutaxassislarni ishga soldi. Bu mutaxassislar tashviqot materiallarida madaniyat jihatdan amaliyotga mos keladigan ve nishonlagan kishilarni önümlü halda qoyil qiladigan uqumlarni ve ko'rinishlarni tanlab ishlatdi. Shundaqla tayyorlagan narsalarini asirga tushgan Irak askarlari ko'rsatib, ularning takliflarini yig'ib, muvofiq ko'rganlarini ishlatdi. Masalan, bir parcha tashviqot varaqidagi asrdagi rasmdagi Amerika askarining soqol burutlari yo'q edi. Türmedeki bir Irak askeri onun onuğa sakal burut koyuvagan bir Amerikalık askerinin resmini işletişini, Irak medeniyetinde sakal burut, samimilik ve kırındaşlığının simomul işkerlikini teklif kıldı. Şunun bile Amerikalıkla helaka teşviqat varıqını aşı bu iş özgertti. Irak mı psikologik uruştan paylanışqa uğrulup baktı. Ular radyolarda Bağdat Güzeli diyen nam bilen bir ayalını işq silip, Amerika askerlerine bundak deb agahlandırış berdi. Sizlar hazır Saudiya Arabistan qumluqida yurayotganda, sizlarning xotininglar ve qiz do'stinglar Tom Cruise qatorliq danglik kino artistlari bilan bir karavatga chiqyotdi. Iroqning Amerika madaniyati haqida hech qanday tadqiqot elib bo'lmayla. O'tirg'i chiqargan bundoq programmalari Amerika askarlarining qattiq zanglik qilishiga uchirdi. Amerika Iroq urushi jarayonida çoğ avazlı kanay arkalık Irak askerlerini teslim oluşqa çağırılgan, ularını mazak kılıdgan ve ularını aldaydıgan mezmunlarını taqatdı. Aşundaq teşviqatlar bilen şug'ullanayotgan xodimlar işide Saudiya Arabistanlık, Misirlik ve Kuveytlik tilşunaslar bar bo'lib, ular har qatim ahvollar o'zgarganda teşviqat mezmunlarini shunga moslashtirib o'zgartib turdi. Çoğ avazlı kanaylar asirga tushgan Irak askerleri opça tutup turulgan joylardimi askerlerinin minisini yuyishda keng turda ish qisilindi. Shu chaqda Amerika jam'i 71 yerde cho'ng kanayliq tashviqot atritini qurib chiqdi. Iroqqa qarshi Birleşme Armiya bir qatim Iroqning Faylaka aralidagi Iroq askerlariga qarata aeroplan ustidan cho'ng ovozli kanayda tashviqot elib boradigan psikologik urush elib bordi. Ular yerdeki askerlerge ikinci günü aşu araldaki bir radyo antina munarının etrafında redlik tizilip teslim buluşunu uqturdu. Evet sırası degендek 1405 nefer Irak askerleri Helaka degen yerde teslim bulup tizilip durdu. Amerika piyade kısımları bir pay ok çıkarmayla bu askerlerin esirge aldı. Bu askerlerin içinde bir yukarı derecelik harbiy general mı var.
Şu qatimliq Iroq urushida hech qanday qon to'kilmay turib, jami 87 ming Iroq askari asirga tushdi. Iroqning bir harbiy generali shu qatimqi psixologik urushning unumi haqida to'xtalib mundaq dedi. Psixologik urush askarlarning jangovarligiga intayin cho'ng tahdid solgan bo'lib, bu jihatda u faqat Birlashma armiyaning Iroqni bombardimon qilishidan keyin turdi. 9. misal qadarli qarindoshlar 228. betda sizlar ekranda ko'rayotgan bizning tadbir şirketimizden nashr qilingan erkesilik yazmaları 5. qism g'oliblarning xarakteri ve savaqlari degan kitobdagi psixologik urushninki tarixdagi ve hozirgi misollari degan mazmunning 9-si 2. qatimliq, ya'ni 2003 yildagi Iroq urushi degan mazmunni davomlashtiramiz qadrli qarindoshlar. Dokuzuncu misal 2. qatimliq Iroq urushi 2003 yil. Amerika ve onun ittifakdaşları Iroqqa qarshi 2003 yıldan başlap elib bağlan 2. qatimliq Iroq urushiga psixologik urush taktikasi nihoyat keng turda ish qilindi. Bu qatim psixologik urushga yana ba'zi yangi usullar qo'shilgan bo'lib, o jami 3 jihatda elib berildi. Birinci, Iroq askerleri ve Iroq fuqarolarga tashviqot varaqlari tarqitish. İkinci, cho'chitish ve qo'rqitish havo hujumlarini elib berish. Üçüncü, Iroqning qo'mondonlik, kontrol qilish ve xabarlashish torlariga qarata hujum ve elektronlik urush elib berish. Bu qatim tarqitilgan tashviqot varaqlari Iroq xalqi bilan Iroq askerlaridan iborat 2 odam to'pini nishon qilgan bo'lib, ular mundaq buyruq shaklda yozilgan. Eğer mani qilsang, sen hayat qalasan, yoki eğer ani qilsang, sen o'lasan. Odatdagi ommaga qartilgan tashviqot varaqlaridagi mazmunlardan tuvandagilar bor. Öy ichida tursang, saq qalasan. Barliq Iroq askarlaridan yiroqdir, ular bizning dushmanimiz. Qo'lingga qurol olmasang, hayat qalasan. Birlashma armiyaning ishlariga to'sqinlik qilma. Biz seni Saddamning zo'ravonligidan ozod qilamiz. Biz mushu rayonda elib boradigan harbiy mashg'ulotlarni bilib turish uchun mavu radio stansiyalarini angla. Iroq askarlariga qaratilgan tashviqot varaqlaridagi mazmunlardan tuvandagilar bor. Mayga o't qo'yma. Neft sanoati sening yashash vositang. Cho'ng vayronchilikni keltirib chiqaradigan Qur'onni ishlatma, bo'lmasa o'ltirilsan. Cho'ng vayronchilikni keltirib chiqaradigan Qur'onni ishlatma, bizda o'zimizni qo'g'daydigan narsa bor. O'ldig'ini sen o'zing bo'lasan. Saddam uchun hayotingdan ayrilma. Mav rasmiyatlar bu ish taslim bo'l. Birlashma armiya hammani ko'rib turibdi. Keyinchi sen javobgarlikka tortilasan. 100 metr keyinda tur, bo'lsa o'ltirilsan. Bu qatim Iroqni qo'lga tushirishda rasmiy urush nihoyat qisqala elib berildi. Gerçi bu qatim psixologik urush burunqidan kuchaytirilgan bo'lsa-mu, taslim bo'lgan Iroq askarlarining soni birinchi qatim urush qaraganda jiq oz bo'ldi. Bir qism askarlar taslim bo'lmay, qurollarini tashlab yurtga o'ylarga qaytib ketdi. Qolganlar bo'lsa Birlashma armiya askarlari bilan xeli uzun tutishdi. Bundaq bo'lishiga bir sabab bu qatim Iroq askarlari boshqalarga tajovuz qilmay, o'z vatanini qo'g'dash yo'lida urush qilganligi bo'lishi mumkin. Psixologik urushda dushmanning e'tiqodi yoki ishindigan ideyasini bilib olish o'zi uchun to'liq foydali. Masalan, 2. qatimliq Iroq urushi yangi boshlanganda Saddam Hüseyin Iroqdagi g'arblik ayollar va bolalarni o'zlari uchun qopqon qilib olganlik haqidagi bir qism ko'rinishlarni televizorlarda berdi. Ammo Qur'onda dushmaningni qanday qilsang bo'laveradi, ammo ularning oilasiga yoki ayollari va bolalariga ziyon yetkazma degandek mazmunlar bor. Shuning bilan g'aribliklar Saddamning ashu ishini tutib olib, tashviqotlarda Saddam degan bir qo'rqinchoq, u gunohsiz kishilarning keyniga mukib olib, o'zi men qo'g'davaman deb davron solgan musulmon qonunlarga xiloflik qildi degan mazmunda keng turda tashviqot elib bordi.
İkinci qatımlıq Irak urushi boshlanib, uzun o'tmay Amerikaning muavin prezidenti Dick Cheney mundaq dedi: "Bizning qarshimizcha Irak xalqi bizni ozodga chiqarg'uvchilar sifatida qarshi oladi." Onundan uzun o'tmay bir guruh Iroqliklar Saddamning Bag'doddagi cho'ng haykalini o'rvatdi. Bu ko'rinish G'arb televizorlarida xeyli uzun qo'yilib turdi. O ko'rinish Amerika televizorlarida hozirmi ba'zida chiqib qoladi. Aşu bir guruh Iroqliklarning qilgan aşu ishi haqiqatan o'z xohishi bo'yicha bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki u shu vaqtdagi psixologik urushning bir qismi bo'lishi mumkin. Kishilar bu ishning rost yolg'onligiga bahona berishda faqat o'zining tushunchisini jazmlashtiradigan bir tarafini qabul qiladi. Psixologik urush bilan shug'ullanganlar uchun mushundoq chinlikning yaxshi tarafim bor, yomon tarafim bor. Onun yomon tarafi siz ta'minlagan isbotning qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, kishilar o'z ko'ngliga cho'nqur o'rnab ketgan e'tiqodni va pozitsiyani osonlikcha o'zgartmaydi. Onun yaxshi tarafi bo'lsa, siz bilan o'xshash ko'z qarash va pozitsiyadagi kishilar o'zining burunqi maydonlarini qo'llaydigan har qanday narsaga ishonadi. Şunlaşqa psixologik urushning bir tarmoqi bo'lgan uchur mashg'uloti sizning uchuringizga qo'shilish ehtimolligi bor kishilarning himoyasini qo'lga keltirishda nihoyat yaxshi unum berdi. Shundaqla nihoyat yaxshi tayyorlangan uchur dushmanning ko'nglida tavrinish paydo qilish va dushmanning irodasini ojizlashtirish rolini o'ynaydi. Qadirli qarindoshlar, tadbiriyay sin dersleri 2. dersde psikologik urush to'g'riliq erkinsilik yazmaları 5. qism g'oliblarning xarakteri va saboqlari degan kitobdan elingan mazmunni so'zlar sizlar bilan o'rtoqlashib o'tamiz. Qadirli qarindoshlar, endi 10. misolga keldik. 231-bet. Psikologik urushning hozirgi ahvoli to'g'risidagi mazmunlar xeli ko'p bo'lib, men ularning ba'zilarini birinchi qadamliq maqolaga kirgizib qo'ydim. Ularning qolganining hammasini bu yerda bayon qilib bo'g'ilib bo'lmaydi. Shuningdek men bu yerda o'zim bizga munosabatlik deb qaragan bir mazmunni bayon qilib o'taman. Amerikada inglizcha The Heritage Foundation deb atalgan bir danglik fond jamiyati bor. O Amerikaning davlat siyosati bilan munosabatlik har xil masalalar ustida o'z oldiga mustaqil tadqiqot elib berib, uningdan erishgan ushur va yakunlarni Amerika parlamenti, Amerika hukumatidagi rahbariy xodimlar, Amerika hukumatining ijroiya tarmog'idagi siyosat belgilovchilar, mamlakatlik axborot media shirkatlari, akademiya va boshqa siyosat tadqiqoti bilan shug'ullangan o'rinlarga yetkazib berdi. 2013 yılı 12 iyul günü Aşı Fon Cemiyeti'nin Asya Tədqiqatı Merkezi'nin bir dağınlıq tədqiqatçısı bir parça ilmi makale ilan kıldı. O makalının temisi oruç kılmay turup qalbi qilish. Jungo'nun psikologik urush tehdidi. Men tüvende aşı makalenin özüm tanıgan bir kısım mezmunlarını bayan kılıp ötümen. Beijing kelgüsidagi to'qinishlarda bir pay o'q atmay turibla g'olibiyat qozonishni orzulayotdi. Bu ishni qanday qilmoqchi? Psikologik urushdan foydalanib, yana bir davlatning liderlari bilan fuqarolarini kontrol qilish orqali va ittifoqdosh va dushman ellarning har ikkisining tafakkur qilish jarayoni va bilish qurilmalariga ta'sir ko'rsatishga tayinib turib qilmoqchi. Haqiqatan bu hozir bir aktiv to'qinish mavjud bo'lmasa-mu, Jungo'nun psikologik urush mashg'ulotlari allaqachon boshlanib bo'ldi. Shunlashqa Amerika hozir bir to'qinish yuz berganda o'zining siyosiy urush qurollarini ishlatishga tayyorlik qilayotgan bir paytda yuqoridagi psikologik mashg'ulotlarga qarshi ishlarni tang elib berish kerak. Jungo'nun xalq ozodlik armiyasini boshqa ellarning armiyasidan farqlantirib turadigan elementlardan biri o hozirmi partiyaning armiyasi bo'lish rolini davomlashtiryapti. Xalq ozodlik armiyasi Jungo Kommunist partiyasining bir qurolli qanoti. Onun bu xarakteri bir tarafdan onunğa partiyaning hokimiyatini o'z qo'lida davomli tutib turishiga yordam qilish majburiyatini yuklaydi.
Yana bir tarafdan partiyani özünü ve devletini müdafaa qilish ishida armiyadan bir xil qo'shimcha qurol sifatida foydalanish imkoniyatiga ega qiladi. Hozir Xalq ozodlik armiyasi yolg'iz fizikalik urush maydonlaridagi urushlarga plan tuzib qolmasdan, u yana siyosiy urush elib berishga tayyorlik qilyapti. Bu siyosiy urush mundaq 3 tarkibiy qismni o'z ichiga oladi. Ommaviy ko'z qarash yoki fikr urushi, qonun urushi va psixologik urush. Bu 3 xil urushning ichida psixologik urushning doirasi hammadan cho'ng. Jungo hukumati 2003 va 2010 yillari Xalq ozodlik armiyasi uchun bir parcha siyosiy xizmat belgilamasini chiqarib bergan bo'lib, shu belgilamada yuqoridagi 3 xil urushga oid siyosatlarni aniq belgilab bergan. Jungoda chiqqan hujjatlarda ko'rsatilishicha, ular tayyorlik qilayotgan psixologik urushning mundaq 5 keng doiralik vazifasi bor. Birinchi, o'zi elib berayotgan ishlarni adil ishlar qilib ko'rsatish. İkinci, özünün başqalardan üstün turduğan taraflarını küçəb təşviq qilish. Üçüncü, qarşı tarafının qarşılık ko'rsatish iradəsini acizlaştırış. Dördüncü, düşman qoşulları işida ixtilaf paydo qilish və onu küçəytish. Beşinci, özünü qo'g'dash tadbirlarini yo'lga qo'yish. Onun qarşıca psixologik urushning ta'siri nihoyatda cho'ng va kuchli bo'lg'achqa, qarshi taraf cho'qim psixologik hujum qo'zg'aydi. Şoňlaşqa yalğız aşındaq psixologik hujumlarni to'xtatib bilish bilan qanoatlab qolmay, yana düşmanni yengish hamda onunğa o'zi elib berayotgan psixologik hujumlarning hech bir önemi yo'qligini ko'rsatib qo'yish orqali onun jangovarligini yo'q qilish uchun psixologik urushdan unumli foydalanish kerak. Yalğız düşmanga qaytarma tashviqot elib berish bilan cheklanib qolmay, düşmanning suiqastlari bilan texnikalarini sirtqa oshkorlab, şu arqalıq düşmanның iqtidarsızlığını paş qilish kerak. Jungoliklarning yuqoridagi planlari faqat haqiqiy urush vaqti uchun tuzilgan emas. Psixologik mudofaa sistemasini qurib chiqish, partiya rahbarligiga bo'lgan ommaviy va harbiy himoyani vujudga keltirish va kuchaytirish hamda o'zi qilayotgan ishlarning adil ishlar ekanligini o'z xalqiga bildirish qatorliq ishlarning bir qismini tinchlik davrining o'zida qilib olg'ili bo'ladi. Psixologik urushni boshqarish prinsipining birinchisi mundaq deb belgilangan. Elib berilgan psixologik urush strategik bo'lishi, mashg'ulotga oid bo'lishi yoki taktikalik bo'lishidan yoki o chet elga yoki davlat ishidagi xalq qartilgan bo'lishining qat'iy nazar, o cho'qim partiya belgilab bergan yo'nalishni bo'ylab partiyanın rəhbərlikdə elib berilishi kerak. Hazır Jungoda ommaviy ko'zqarash yoki fikr urushi, qonun urushi va psixologik urushdan iborat 3 xil urush sohasida elib berayotgan ishlar Jungoning kelgusidagi to'qinishlarda yolg'iz harbiy kuchlarni ishga solish bilan cheklanib qolmay, to'qinishning doirasini siyosiy urushgacha kengaytirganligini ko'rsatib beradi. Jungoning planicha o yuqoridek harbiy urushni siyosiy urushga kengaytirish ishida yana düşmanning rahbarlik qatlamini qo'rqitish, majburlash, xalqdan ayirib etish va aldash vositalari bilan kontrol qilish usuliga tayinadi. Bir pay o'q chiqarmay turib urushda g'alaba qilmoqchi bo'layotgan Jungoning psixologik urushda ustunlikka chiqib olishining oldini olish uchun Amerika cho'qim o'zining psixologik urush qobiliyatini o'stirishi kerak. Bu strategik xabarlash qobiliyati va ommaviy diplomatiya qobiliyatini o'stirish, media taratqularning ta'sir ko'rsatish doirasini kengaytirish hamda psixologik urush bilan shug'ullangan alayda qo'shinlarni barpo qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Haliqi maqoladagi men tunishtirmoqchi bo'lgan mazmun mushu yerda oxirlashdi. 11-ci oxirgi so'z. Men mazkur maqolada tarixda bo'lib o'tgan ve hazır yüz berayotgan psixologik urushlarning bir qancha misollarini bayon qildim. Mening unda qilishga maqsadim o'qirmanlarning psixologik urushga bo'lgan tushanchisini amaliy misollar orqali cho'nqurlashtirishdan iborat. Jungoliklarning qadimki urush nayranglariga oid bir qancha muhim materiallar bor bo'lib, uningda tasvirlangan choralarni bir odam yana bir odamga va bir odam to'pi yana bir odam to'piga qo'llansimi bo'ladi.
Əməliyyatda ular hazır oxşamagan şəkil və dairədə qo'llanılatıdı. Men hazırgacha ularni tunuşturup bakmadım. Onun o'rniga isil kişilik xarakteri ve güzel ahlaka ait mazmunlarni yezib keldim. Yani men okurmenlerge rezillikni tavsiye qilayotgandek toyg'uni berib qo'ymaslik uchun undaq narsalarni tunuşturmay keldim. Ama yaqinda o'ylab baksam, o'ziga qilingan rezillikni bayqash ve onunla ünümlük taqabul turuş üçün aldı bilen onun nima ekanligi ve onun qandaq elib berildiganligini bilish kerak ekan. Şoňlaşqa men hazır aşı mazmunlarni keyinchi tonuşturuşni o'ylayapman. Kelar qadimlik maqolada men bir dağlıq zatning tushuntirishidagi psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichini tonuşturup o'taman. Meningcha u mazmun dunyoda hozir yuz berayotgan nurg'un ishlarni tushunib olishda foydali. Qadrli qarindoshlar, tadbiriyay sin derslerinde Erkin Sıdık akimizning 5. kitabı bo'lgan G'oliblarning xarakteri ve sabaqlarida psixologik urush 2. bölümni so'zlab o'tdik. Yani psixologik urushning tarixdagi ve hozirgi misollarida Erkin Sıdık akimizning foydalanish materiallarini biripti. Bunu şu PDF kitabından yak olmasa şu kitapni setib bilib ko'rsanlar bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, kelar soatda psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichi deganni birlikda o'rganib o'tamiz, jinim do'stlar. Tadbiriyay sin dersler yana davom qiladi. İnşallah Erkin Sıdık akimizningki meyli tor kitapları olsun, meyli neşriyatimizin neşr kılgan kitaplar olsun, ya ki olmasa başka neşriyatınki Teklemekan Uygur neşriyatı olsun, bunu kitaplarını setib alsanlar, tedbir şirketimiz sizlarga yaxshi mulozimat qiladi. Qadrli qarindoshlar, bizningki Uygurlardan chiqqan dаңlıq qalamkash olimlarimizdan birisi bo'lgan Muhammed Yusuf akimizning Baqit Saadetning 40 resipi degan kitaplarni akab qo'ydik. 20 parcha kitapni tugatdik, yana 20 parcha kitapni akab qo'ydik. Qadrli qarindoshlar, bolalarimizni tarbiyalashga oid kitaplarmi bor, o'zimizni tarbiyalashga oid kitaplarmi bor. Qadrli qarindoshlarim, anda bo'lsa bugungi tadbiriyay sin darslari 2. qism muş yerde ahırlaştı. Allah'ın özüge amanet bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.